Va nihoyat mana ish videosiga men ketib qoldi deysizlarmi? 3-qismiga keldik. Bir-biriga anaqasini qilamiz, lentalarni yopishtirib olamiz. Judayam maza qilib ishlaydigan soham, hunarimni judayam sevaman. Shuni ketidan 6 yildan beri daromad qilaman. Ja millioner bo'lib ketmaysiz, lekin kundalik xarajatingiz 4 ta bolamga, o'zimga yeb ichishim, kiyinishim qidiraman. Xo'jayimga og'irligim tushmaydi deyman, lekin u kishiga ham tushib turadi og'irligimiz. Endi nima deydi, nimasiga, puliga xotin haqqi bor deydi-yu, shunaqa u kishini ham xarajat qilib turamiz, lekin harakat qilaman og'irligim tushmaslikka, bolalarimni, ro'zg'orimni anaqa o'zim qilishga harakat qilaman. Bittaniki yeyilsa, yig'ilsa, bittaniki xarajat bo'lsa, bittaniki yig'ilsin deb anaqa harakat qilaman qisqachalar. Sizlarga ham shu kursimiz haqida ma'lumot berib o'taman. Judayam hamma narsani o'zim o'rgataman, noldan to anaqagacha. Kursda kurs sotildi, tamom degani emas. Hamma narsani professional darajaga 6 yillik tajribamni sizlarga bo'lishaman. 50 ming so'mga 70 ta dars. Bundoq hisoblasalaringiz, sutkaga tushadi-da. Zato maza qilib hunarli bo'lasizlar. Bizga o'xshab onlayn sota olmasalaringiz, bozorga chiqarib sotsalaringiz ham judayam hozir bunaqa narsasiz. Menimcha bironta kelin to'y bo'lmayapti, qizlarning to'yi bo'lmayapti-da. Judayam hozir yosh katta ayollarimiz ham taqishopti, yosh qizchalarimiz ham taqishopti. Urfda bu narsa, bozor olmaydigan narsa. Mana shunaqa qilib lentalarni to'qib olamiz. Judayam asal chiqdi qizlar. Xohlasalaringiz sotuvga ham chiqaraman bundan. Xohlagan ranglaringizni chiqarib beraman. Judayam asal chiqadi. Ishonaveringlar, judayam asal chiqadi. Shunday qilib, lentalarni yaxshilab mustahkam qilib bo'ylab olamiz. O'zlaringiz ko'rib baho beringlar. Iltimos, layk bosib ketinglar, tekinu. Shunaqa qilib. Yana kimga qanaqa aksessuar yasash, keyingi darslikda o'tishimni xohlaysizlar qizlarlar, kommentda kutib qolaman. Yozinglar. Menga qiziq, judayam qiziq.